Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bir qancha savollar kelgan GFC ligamizga shu savollarga javob berib o'tamiz. GFC so'zini ma'nosi nima deb bitta do'stimiz savol beribdi. Junior Fight Championship O'zbekistonning ma'nosi o'zbekchada. Yoshlar, jangchilar chempionlik tashkiloti o'zbekistonliklar uchun degan ma'no keltirib chiqaradi. Keyingi savol. Professional jangchilar uchun shingolka va formalar haqida batafsil aytib o'tsangiz, shingolka bo'ladimi yoki perchatkami? Hozir biz ishlayotgan professional promotorskiy kompaniyamiz O'zbekistondagi universal jang sport turi, ya'ni Unified bilan hamkorlikda birga ishlab kelmoqdamiz. Biz shunga asosan shu federatsiyaning qonunlariga rioya qilgan holatda nima keltirib chiqargan bo'lsa o'sha nizomi bo'yicha ishlayapmiz. Kimonoda qo'limizda chiniqaqa shingolkada bo'lib o'tadi. Keyingi savol. Ring oktagon bo'lsa yaxshi bo'lardi. Oktagon bo'lsa yaxshi bo'lardi. Faqat hozir bizda bunaqa vakolatimiz yo'q. Vakolatimiz yo'qligi sababli hozirgi kunda ringda musobaqalarni qilib o'tkazyapmiz. Xudo xohlasa yaqin kelajakda yana bir kattaroq bir planlarimiz bor. Shularni birga amalga oshiramiz albatta. GFC kamarini olish uchun nechta jang o'tkazish kerak deb savol berishdi. GFC'da hozirgi kunda kamarlar o'zini egalarida. Asosan GFC kamari O'zbekistonda yo'q. O'zbekistonda ishlab chiqarilmasligi uchun qimmat boshqa chet eldan, Rossiya davlatidan zakazga sotib o'tkazganmiz. Qimmatligi uchun bunga investitsiyani men o'zim qilganman, o'zim kirgizganman. Yaqin kelajakda xudo xohlasa shu kamarlarni dublikatlarini ko'paytirib albatta chempionlik janglarini ko'paytiramiz degan planimiz bor. Hozirgi kunda o'sha ozgina finansiy barqarorlik bo'lmagani uchun faqatgina bitta yoki kamarni zakaz qilib kelib o'sha chempionskiy bolalarga, chempionlik jangiga arziydigan bolalarga kamarni berganmiz. Hozirgi kunda chempionlik jangi uchun 2 ta, 3 ta, 4 ta yaxshi top reytingimiz bor. Reytingimizda bolalar bilan jang o'tkazilsa, albatta o'sha chempion yigitlarimizga, chempion bolalarimizga qarshi jang qilishlari bemalol mumkin bo'ladi. Chempionlik jangiga chiqqan bolalarga har bittasiga gonorar to'laymiz. Gonorari bor. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Sizlarda gonorar bormi deb savol berilibdi. Va alaykum assalom. Yaxshi savol. Hozirgi kunda bizda homiylarimiz yo'qligi sababdan gonorarlar qo'ya olmayapmiz. Homiy chiqib, albatta shu narsani globallashtirib O'zbekistonda va O'rta Osiyodagi top ligalar qatoriga qo'shganimizdan keyin homiylarimizdan berilayotgan esdalik sovg'alari, o'sha pul mukofotlarini har bitta jangchilarga yetkazib beramiz, xudo xohlasa. Bizning ham maqsadimiz o'zi aslida shu narsa. Hozirgi kunda shu. Keyingi savol. Nega klipda emas, ringda qilasizlar musobaqani? Bunga ochiq javob beraman. Men MMA federatsiyasi bilan shartnoma qilmoqchi bo'lib bir necha marta bordim. MMA assotsiatsiyasi bilan shartnoma qilolmadik. Shartnoma qilolmaganimiz yuzasidan Unified federatsiyasi, Universal jang federatsiyasi bilan memorandum shartnoma qilib, hozir shular orqali ringda, rechda musobaqalar qilishni planlashtiryapmiz. Yaqin kelajakda xudo xohlasa MMA o'sha kletkaga ham musobaqalar o'tkazishga ruxsat olib qolamiz degan umiddaman. Xudo xohlasa biz shuni ustida mahkam ishlayapmiz. Faqatgina shu MMA assotsiatsiya bilan kelishuvimiz yo'qligi sababli boshqa federatsiya bilan kelishgan holatda professional janglar oqshomini tashkillayapmiz. Keyingi savol. Biznes berilsa kontrakt tuziladimi yoki biznesga yarasha sovg'a bormi deb savol berishibdi. Yaxshi savol. Akalar, ukalar, bayislar, sportsmenlar bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Biz mana shu sizlarning ichlaringdan yaxshi, talantli, mehnatkash, zo'r ishtiyoqi bor bolalarni saralab olmoqchimizda. O'sha dunyodagi katta yetakchi promotionlarga sizlarning ichlaringdan o'sha yaxshi sportchi ukalarimiz, akalarimizni yetkazib bermoqchimiz. Shu sababdan hozirgi kunda shuni harakat etamiz. Faqatgina o'zingiz uchun to'lov qilasiz, biz uchun emas. Biznesimiz bor, to'g'ri tan olamiz.
tez kunda yana bitta yaxshi yangilik, xudo xohlasa GFC'dan viznoslar yo'qoladi. Bitta katta kompaniya bilan kelishuv bo'lyapti. GFC'ga chiqish mutlaqo tekin bo'ladi. Tez orada o'sha kompaniya bizga homiylikka kirganidan keyin sportchilarga yana kengroq janglar tashkillab, yana kengroq kengaytirib ommalashtiramiz GFC'ni xudo xohlasa. Shuning uchun hozirgi kunda homiylarimiz yo'qligini sababidan o'sha jangchilarimiz biznes orqali qatnashib turibdi. Lekin oz qoldi. Xudo xohlasa shu kompaniya bilan kelishuv amalga oshsa, musobaqamizdan mutlaqo bizneslar olib tashlanadi. Hamma yo'g'ida o'sha homiylarimiz tomonidan yetkazib berilayotgan mahsulot va pullar orqali musobaqani tashkillashtirib, musobaqani siz uchun qilib beramiz. GFC'da plus va minus taraflarini aytib bering. Bunga chiqishdan ma'no nimada deb savol berishibdi. Plus tomoni sizga misol uchun biz media ishlayapmiz, reklama qilib beryapmiz, sizga auditoriya yig'ib beryapmiz, sizni ochilmayotgan qirralaringizni ochilishiga sababchi bo'lyapmiz. Bunga yaqqol misol, uning ichidan mana qo'rqmayotganlar Dilmurod Vohidov hozirgi kunda professional rekordga jang qilishni boshladi. Yosh umidli chempion yigitimiz. Xudo xohlasa shularning orqasidan sizlar ham kelib chiqasizlar. Plus taraflari shu, sizning mediyangizga, siz uchun turnir tashkil qilinadi. Minus tarafi eng og'riqli bizning tarafimiz ham shu narsa, hozirgi kunda homiyimiz yo'q. Ko'p sportchi aka-ukalarimiz moddiy tomondan qiynaladi. Biz ham shuni hisobga olgan holatda harakat qilyapmiz. Hamma uchun tez orada shu biznes pullarini yo'q qilgan holatda professional promotionga aylantirib, jangchilarimizni hamma yo'llarini ya'ni ta'minlab berishga yo'lga qo'ymoqchimiz. Shuning uchun do'stlar, doim birga bo'laylik, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, bir-birimizni yonimizda bo'laylik. Keyingi savol. GFC'da qanaqa qilib kontrakt olsam bo'ladi deb yozishibdi. Bizning kontraktimiz bir martalik. Faqatgina bir marta jang qilasiz. Keyingi jangga yana boshqatdan kontrakt tuzasiz. Hali hech kimga ko'p martalik yo yillik yo oylik yo bir nechta janglar uchun kontraktlar berilgani yo'q asosan. Shuning uchun kontraktlarimiz bir martalik. Qanaqa savollaringiz, qanaqa javoblaringiz bo'lsa, bemalol GFC'ni linkasiga yozinglar. Men adminlarimiz bilan birgalikda o'sha sizga to'laqonli, siz tushunarli darajada tushunishingiz uchun savollaringizga javob beramiz. Hammaga rahmat. GFC bilan birga bo'ling. Tez orada yangi yangiliklarimiz bor.